Eringizni jahli chiqdi. Shahar qilib tashaydimi? Darrovda shunaqaga o'tib ketadilarmi? Unda tekshirib ko'ring. Agarda ular hammaga shunaqa qilsalar, demak ularda bu xarakter fe'l. Bunaqa paytda bu odamning jahlini o'yiniga kirib ketmasdan, qo'rilib yotmasdan, jahllar o'tib ketgandan keyin siz bir hafta davleniya chiqib yotmasdan, shunchaki bu fe'l egasi shunaqa jahlli yashab o'tadi deb qabul qilish va imkon qadar o'zini ehtiyot qilib turish kerak hissiy o'yinga kirishdan. Yoki qarangchi, turmush o'rtog'ingiz faqat sizga janjalomuz jahllar qiladi-yu, boshqa hech kimga bunaqa bajarmasa, demak bo'lishi mumkin. Bu manipulyatsiya. Ya'ni sizni pasaytirishi, o'rningizga tushirishi faqat shu yo'li bor. Yoki bo'lishi mumkin, ular faqat sizga hammasini ko'rsata oladilar, boshqalarga esa yo'q. Haddi sig'adigan territoriya balki faqat sizdirsiz. Yoki haqiqatda jahllari chiqayotgan paytda adekvat tushuntirib, nimadan keyin nima bo'lgan va nimaga bunaqa jahllari chiqayotganini izohlab aytib keta oladigan bo'lsalar-yu va u holatda har qaysi odam ham shunaqa jahlga kirsa, bu adekvat jahl. Va tabriklayman, turmush o'rtog'ingiz jahli sababini sizga tushuntira olar ekanlar. Bunaqa paytda har doim o'zi har qaysi jahl egasini ham jahlidan yashab olishiga biroz vaqt berish kerak. Toqatingiz va imkoningiz ko'targanicha. Ko'tarmagan joydan reaksiya berish yoki eng kamida o'zingiz vaziyatdan olib qochish yoki o'sha paytda tinchlanish, jimlanish, bu insonning fe'li, bu inson o'zini shovqini ekanini tushunib turish ham anchayin sizga birgalikda jahlni juft bilan yashab o'tishni yengillashtiradi. Men ergitayotgan erkak oyga $5000 topadigan bo'lsa, mahrga geylik bersan, asaloyimiz u davlatda bo'lsin, deyilyapti-da. Unga sen nima berasan? U senga shularni beradi, topgan mol-mulkini beradi. Albatta u chiroyli ham bo'lsin degan shart bo'lsa kerak. O'zini tana imkoniyatlari, endi go'zallik hammasini beradi. Sen unga nima berasan degan savolga meni borligim o'zingga yetish kerak degan javob berilyapti-da. Bu odatda yosh bola pozitsiyasi. Yosh bolada injiqli, qaysarli, eng yaxshisini xohlash 5 yoshgacha norma. Va o'sha paytdagi pozitsiyada yashab olgan bolalar katta bo'lganda katta odam pozitsiyasida yashaydi. Siz 5 yoshgacha bola bo'lishingizga, injiq bo'lishingizga, qaysar bo'lishingizga qo'yishganmi? Siz katta bo'lganingizda, 20 yoshingizda, 30 yoshingizda o'zingizga kerak bo'lgan paytda munosabatda yosh bola pozitsiyasini qilib faqat o'z talabingizni qo'ymaysiz. Chunki katta odam, 20 yoshli katta odam munosabatlar oldi-berdi qonunga asoslanganini biladi. Menga u narsani u bersa, men unga bu narsani beraman. Er sifatida uni men oldimdagi vazifalar bu bo'lsa, meni ayol sifatidagi vazifalarim bu bo'ladi deb kiradi jarayonga. Bu katta odam pozitsiyasi. Lekin yosh bola pozitsiyasidagi inson faqat menga berish kerak hamma, meni o'zim borligim ne'mat deb o'tiraveradi. Shuning uchun yo'q, bolaliginglarni qaytadan terapevtga borib yashab o'tib olinglar, yoki bo'lmasam tushunib yetinglar, butun dunyo sizlarga bolaliginglarni ko'taradigan maydon emas. Keyingi 3-maslahat, yosh bolalaringlarni injiq qaysar davrini sog'lom yashab o'tkazib olinglar. Bo'lmasa ular ham o'rtacha 15-20 yildan keyin kimnidir boshiga mana shunaqa bir muammo bo'lib keladi. Faqat men aytganim bo'ladi, sen bo'lsa faqat menga xo'p deysan deydi. 20 ga kirsa ham shunaqa bo'ladi, 30 ga kirsa ham shunaqa bo'ladi u ayol, erkak bo'lsa ham 50 ga kirsa ham shunaqa deb o'tiraveradi. Shuning uchun hamma davrni o'z vaqtida yashash kerak. Biz bolaligimizda juda ko'p ishlarni qilishga majbur edik. Qilmasak bo'lmasdi. Gap eshitardik, tanqid ostiga olinardik, nazorat qilinardik. Ko'p nolidik. Psixologlar chiqib tikana olyapmiz, nolyapsiz. Lekin aynan o'sha davr bizni o'zimiz bilmagan holda qiyinchiliklarga chidamay qilgan. Chunki xohlasak ham, xohlamasak ham o'tda mehnat faoliyati bor edi. Biz bugun bolalarimizga o'zimiznikidan ko'ra yaxshiroq hayot taqdim qilyapmiz. Lekin ish qildira olyapmizmi? Mehnat faoliyatini kirg'iza olyapmizmi? Bo'lishi mumkin, lekin juda qiyin. Demak, har bir davrning o'zini beriladigan travmalari va beriladigan yaxshi o'rnaklari bo'ladi. Bizani bolalarimizda biz har qancha harakat qilsak, ulardagi muammo bizdagi bo'lmaydi emas. Bo'lmasligi mumkin. Boshqachasi bo'ladi xolos. Bizdagisi bo'lmaydi, lekin boshqachalari baribir bo'ladi. Biz ularni muammolaridan himoya qila olmaymiz. Shundoq ekan, ruhiy to'g'riroq qilish uchun imkon qadar onalarimiz qilgan, otalarimiz qilgan metoddan foydalanishimiz kerak. Mehnatga o'rgatamiz. Faqat baqirmasdan, urishmasdan, bosimsiz bo'lsa bo'ldi. Endi unaqa yaxshi yo'lini siz o'qib, o'rganib, mehnat qilib topasiz. Boshqa iloji yo'q.